Barcha Instagramda meni ko'rib turgan do'stlarim, aka-ukaxonlarim men haqimda noto'g'ri o'ylamanglar. Men prosta mana shunaqangi efir qilgim kelyapti. Yaxshi oqyapti menga. Kim ko'rib qolsa, efir qildingiz-a deyapti. Zo'r narsa ekan lekin. Qiziqarli narsa ekan. Menga yoqib qoldi. Bu narsada tanilib ketishing oson ekan odamni. Efir qilib turinglar do'stlar. Bir-birimizni ko'rib turaylik. Hammamiz bir-birimizni ko'rib gaplashib tursak, yaxshi. Yaxshi narsa ekan. Efir qilib turaylik. Yaxshi gaplarni gapiraylik. Bir-birimizni yaxshi ko'raylik. Bir-birimizga yaxshiliklar ulashaylik, ko'nglimizni ko'taraylik. Hamma akalar, ukalar, opalar, onaxonlar, otaxonlar hammalarimiz bir-birimizni yaxshi ko'raylik. Bir-birimizni yomon ko'rmaylik, bir-birimizga yaxshi gapiraylik. Bizni yurtimizga ko'z tegmasin. Bizga havas qilganlar juda ko'p yurtimizga. Hammamiz bir-birimizga havas qiladigan insonlar ko'paysin yurtimizda. Sog' bo'lasizlar.